Qani kelinjon, zakazno'y pishiriqlarim chellenjini bugun 5-darsi eng zo'r mazali bo'lgan listli va barakali zakazga qilsanglar ham eng zo'r ketadigan va hamma pulga sotadigan retseptni tekinga qo'ydim. Tuxum bilan shakarni ko'pirtirib olamiz. Xona haroratida turgan sariyog'ni ham ko'pirtirib, yaxshilab aralashtirib, smetana solib, yana bir marta ko'pirtiramiz. Keyin bo'lsa un solamiz, ketidan gollandskiy kakaoni ham solib, yaxshilab aralashtiramiz va xamirni ikkita zuvolaga bo'lib, tindirishga qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz shunaqa mayin bo'lishi kerak. Keyin tvorog, tuxum, ketidan shakarlarni solib blender qilib olamiz. Tabiiylarga ko'ra olcha solsanglar bo'ladi. Kraxmalga aralashtirib, xuddi balishga o'xshab tugib olamiz va gaz pechida pishirib olamiz. Ustiga issig'ida shokoladni ganash qo'yib, mevalar bilan yasatib olamiz. Juda ham mazali chiqadi. Buni retseptini olish uchun menga obuna bo'ling va video tagida ikkita o'rtog'inglarni belgilab ketinglar. Va shokoladni desert deb yozib qoldirsanglar, lichkaga men sizlarga retseptini to'liq tashlab beraman. Har doimgidek videodan keyin uylarimni yig'ishtirib, kirlarimni esa GT mahsulotlari bilan yuvib oldim. GTni uzun marketdan ham zakaz qilsanglar bo'ladi. Bir haftagacha hidi taralib turar ekan. Undan parfyumli hidlar uyingizdan kelib turishini xohlasanglar, shkopingizdan kelib turishini xohlasanglar, shunaqa sedichkalarga granulalarni solib, sochiq va pastellarni orasiga qo'yib qo'yinglar. Shkopinglarni ochganda shunaqa hidi zo'r taralib turadi.